Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Endi men yangi bir sohaga kirganman. Shu gapni ham menimcha topa olmasdan gapirsam kerak. Mana bunaqa germanskiy indutkalarimiz bor. Toza zotli. Kimga qiziq bo'lsa, joyimiz kelesda ham shunaqa desa kerak. Mana hammasi bolalari. Ota-onalarni hozir ko'rsataman. Bu bolalari mana. Har bittasi katta bo'lganda mana mashinani o'zi 5 kilo vesi bor shu turishida. Mana biladi 3 kilo 3,5 kilo vesi bor. Bu hali kichkina jo'ja, hali patlari ham to'liq chiqmagan. Bu bolalari hammasi. Bitta dona kaptar ham boqamiz ana. Mana shu kaptarni ham boqamiz. Qanoti singan bechara shu yerda ovqatlanadi har kuni. O'rtalar bilan o'rtoq bo'lib qolgan. Shu yerda yuradi. Mana xo'sh, mana bunaqa qizlari ham bor. Chiroyligini qaranglar. Bular hammasi jo'ja. Mana bunaqa qizlarimiz ham bor. Mana bunaqa qanaqa deydi, ko'rang deydimi? Ular mana shunaqa zotlar ham bor. Zot hammasi germanskiy. Zotlar ham bordimi? Bular hammasiniki bir xil germanskiy. Xo'sh, mana dam olib ochibdi. Mana bu hammasi jo'ja bo'tdigilar. Mana bu yerdagilar shularni ota-onalari. Mana mashina o'zi kamida 7 kilo 8 kilo chiqadi. Mana mashinasini o'zi juda katta narsalar bular. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu shuni xotinchasi. Mana bu katta yirik. Qoralo narida yotgan ekan. Hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Bitta ko'rasizlar. Endi men ja unaqa bloger emasman. Olish ham qo'yla to'g'rimayman. Lekin harakat qilaman olishga. Qo'ldan kelgancha mana. Ko'rasizmi? Yomon urish qo'day bular. Katta. Bu ham hali bolasi. Naryoqda otalari yotibdi ana. Mana o'sha otalari. Mana. Juda katta narsalar bular hammasi. Zoti toza. Germanskiy. Hali kelinglar o'sha yoqqa ham o'ting. Ko'ringlar. Qochinglar, mana o'tdiki. Pishirdiysizlar. Mana. Ko'ringlar. Kattaligini endi men sho'mayman hozir bularni. Ushattirmaydi ham. Mana. Toza germanskiy zotlar hammasi. Mana. Sotuvda ham bor. Endi ani YouTube'da qanaqa qilib nomer qo'yishni ham bilmayman men. Hozir ketib ketaman. 33lik
004 9009 nomerim. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men endi boshlayotgan bo'laman, to'g'risi, ana YouTube'larni ham yurishni bilmayman. Endi ko'ringlar dedim-da. Mana shu otasi yotibdi. Zot olishga zo'r. Uyingizda borini mana shundan zot olishga olib ketsanglar, qo'shsanglar, juda katta zot beradi. Men hozir videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mana 4 kilo, 5 kilolik bo'lib. Atak 7-8 kilo. Shu hozir ko'rsatganlarim kilosi shunaqa. O'shanga aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat. Nima deydi, e'tiboringiz uchun deydimi? Shunaqa rahmat hammaga.